Arablarni o'zbekcha gaplashganini eshitganman-u, lekin o'zbeklarni arabcha guruchdan osh qilganini hali ko'rmagan edim. Bu zaytun yog'iga pishirilayotgan o'zimizni o'zbekcha osh. Faqat farqi bu basmati guruchdan qilayotgan ekan. Oshimizni soat 11:30 da ochilayotgan ekanda, lekin 1 soatda tugayotgan ekan. Tasavvur qilasizlarmi? 60 kilo osh 1 soatga yetmayapti, gap yo'q. Biz Miramandiga keldik. Mana oshimiz ham keldi. Qani mazasini ko'ramiz. Bismillah. Yo, o'zi rostdan zo'ragan mazasi bor-ku. Xullas ko'pchilik Ramazon oyida saharliga baqvat ovqat yeyishim kerak deb qiladi. Ayniqsa ovqat yegandan keyin, anasi bizani oshchi bilasizlar, juda baqvat bo'ladi. Odam o'zini og'ir his qiladi va chanqashi mumkin. Lekin basmati guruchidan ko'rasizlar, katta bo'ladi guruchlari. Bizani guruchdan farqi, buni kraxmali kam bo'ladi. Bu degani bo'lsa, sahar odamlar yesa bo'ladi. Uni ustiga qaranglar, oshqozonni bizani guruchga o'xshab ishirib qo'ymaydi. Men bizani guruch yomon demayapman. O'zbekning oshidan shirin osh yo'q dunyoda. Lekin buni o'ziga yarasha mazasi bor. Yeganinglarda to'g'risi odam mazza qilar ekan. Xullas men kommentariyalarda o'qidim-da, ko'pchilik basmati guruchli oshni hidi bor deyapti. Ramazon oyida ozgina Xudodan qo'rqish kerak. Mana men yeyapman o'zim. Hidi yo'q, kamida shot ishlaylar o'zlari. Agar hidi bo'lsa, sekin o'zinglar yeb ko'ringlar, mazasiga baho beradi. Yo'q. Hidi bor bo'lsa, shuncha odam kelib o'tirmaydi. Hozir mana atrofga olaman, mana ko'ryapsizlar, odam ko'pligini. Zal to'la. Bir kunda necha kilo osh sotyapsizlar? Bir kunda birinchi kun 3 kilo sotganmiz, hozir 60 kilo sotamiz. Yomon bo'lsa, 3 kilodan 60 kiloga chiqish oson emas. O'shaning uchun Miramandida kelib bu oshni ham yeb ko'ringlar. Xullas o'sha gap. O'zbekni любой narsada aldasanglar bo'ladi, ovqatdan tashqari. Yalla habibi. Bemalol boy hoji akalar bilan uyinglarni olib, mazza qilib o'tiradigan joy. Miramandini manzili qaranglar. Shunda mana bu sirk bor-ku, sirkdan Drujbaga ketishinglarda, mana altta Binkov kolleji bor. Mana Miramandi pas o'rtalarimizga jo'natib qo'yamiz. Nuqul saharlik olib boraman deb saharlik olib bormaydiganlarga jo'natib qo'yamiz. Qani tez.